Bir o'ylab ko'rganmidinglar? Arzon moy ishlatganda atirimizni rostdan ham arzonga tushadimi yoki yo'qmi? Birinchi qarashda balkim arzon tushishi mumkin. Tannarxini chiqarganda, matematikasini qilganda, hisob-kitob qilganda, balkim arzon tushadi. Lekin uni oqibati bor. Bizning produktimizni yaxshi qilish uchun bu yerda moy ko'proq qo'shishga majbur bo'lamiz. Lekin moyni ko'proq qo'shganimiz bilan produktimiz ham yaxshi bo'lib qolmaydi. Produktimiz buzilgan holatda estetikasi ham buziladi, odam ishlatishga ham noqulay bo'ladi. Undan tashqari sifat oshmagandan keyin klient oqimi ham kamayib ketadi. Nimaga? Chunki yaxshi molni klient olmagandan keyin unga nima tushadi? Faqatgina jalb tushadi. Lekin esa klient yaxshi molni olgan bo'lsa, unda yaxshi xomashyo ishlatilgan bo'lsa, u klient nima qiladi? Borib yaqinlariga, o'rtoqlariga, do'stlariga, yon atrofdagi har bir insonga shu olgan joyini, undan tashqari olgan atirni hammaga tavsiya berib, taklif qilishni boshlaydi. Natijada esa molinglar qolib ketdi, klientlar ham yo'qoldi va hurmatinglar ham tushib ketdi. Endi o'zinglar yana bir bor o'ylab ko'ringlar. Rostdan ham shu arzonga tushdimi yoki yo'qmi? Va fikringlarni kommentariyada qoldiringlar.